Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Xonsaroy TV hamda Xonsaroy jamoasi biz Toshkent xalqaro aeroportdamiz. Ustoz tabriklayman, medallar qulluq bo'lsin, davomiy bo'lsin. Xudo xolasa va shu yerdamiz. Ibrohim aka tabriklayman aka, prokatni muborak bo'lsin. Bahaka har doimgidek nomer 1. Xonsaroy jamoasi sizlarni kutmoqda. Tezroq kelinglar. Tezroq kelib, bo'ldi, butun dunyoni egallab keldinglar. Endi O'zbekistonni ham yaxshilab ko'tarish kerak akalar. Akalarimiz 6 kishi ketganlar Amerikaga, 4 talari medal olganlar. 2 ta birinchi o'rin, bitta ikkinchi o'rin, bitta uchinchi o'rin bilan akalar medal bilan qaytib oldilar. Eng muhimi bitta akamiz prokat yutug'ini qo'lga kiritdilar. Taassurotlar so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan darajada ko'p. Bu prokart nafaqat meniki. Men shu prokartni olayotganimda bitta narsani his qilib turdim. Aytaman shuni degan edim. Orqamda mana shuncha odamni turib O'zbekiston degan so'zi meni quloqim tagida jaranglab turdi. Men shu pirxonada turib aytaman, rost so'zim. Prokart bu meniki emas, butun o'zbek xalqiniki. Ana endi biz O'zbekistonning kuchini pro shoularda yana ham zo'rligini isbotlab beramiz, xudo xolasa. Albatta bu uchun biz Xonsaroy kompaniyasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat hammaga. Qartaklar. Xonsaroy biz jamoani yig'ishga yordam bermaganida biz viza ham ololmagan bo'lardik, bunaqa musobaqalar ham bo'lmagan bo'lardi. Kattakon rahmat bizani qo'llab-quvvatlagan O'zbekiston xalqiga, duo qilganiga. Bu musobaqa birinchi marta qatnashishimiz, taassurotlarim juda ham ulkan. Men uchun juda ham katta tajriba bo'ldi bu. Xudo xolasa kelasi sentyabr oyida bo'ladigan Mr. Olimpiyaga juda ham kuchli tayyorgarlik qilib, bundan ham yaxshi natija qilishga va'da beraman. Xonsaroy kompaniyasiga juda ham kattakon rahmat aytamiz. Agar bu kompaniya bo'lmaganda biz o'shancha joyga bormasdik, bunaqa tajribalarni ko'rmasdik. Taassurotlarim juda yaxshi. Biz bu musobaqaga почти 6-7 oy astoydil tayyorlandik. Bilardim Ibrohim ikkalamiz birinchi, ikkinchi o'rinda albatta olardik. Bu musobaqada Ibrohim haqiqatan kuchlilik qilib, mana o'zini kategoriyasida birinchi o'rinda oldi va mutlaq chempion bo'lib, mana shu kategoriyada yutganini yaqqol isbotladi. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa O'zbekistonga kelib oldik. Kelish ham oson bo'lmadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 oy yashadik. Mana shu 6 ta sportsmen. Bunga Xonsaroy yordam berdi. Mana shu musobaqaga borishimizga, chiqishimizga, mana shu o'rinni olib kelishimizga, o'shanga katta rahmat aytmoqchiman. Rahmat kattakon, hammaga salomat bo'ling. Hammalariga rahmat. Sizlarning duolaringiz bilan mana shunaqa rezultat qilib yuribmiz.